Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan bir kichkinagina dasturchani bo'lishkim keldi. Bizda klientimiz mahsulot qabul qiladi va mahsulotni fayli mana holatda. Shu holatda klientimizga jo'natishadi ma'lumotlarni. Klientimiz daftarda hisob-kitobni olib boradi. Bizga iltimos bo'ldi. Shuni qandaydir bir yengilroq qilib, avtomatlashtirib, kirim-chiqimlarni nazoratga olib, qoldiqlarni bilib yurishlik kerak bo'ldi. Quyidagi kichkinagina dasturchani qildik. Klientimiz biriktirilgan papkaga, kirim fayllariga har bitta faylini tashlab boradi. Eskisini o'chirmaydi va savdo faylimizda bir nechta operatsiyalar avtomat bo'ladi. Bu yerda mijozlar degan listimiz bor. Bu yerda har bitta mijozni yozib boramiz. Ruchnoy kiriladi. Bu jurnal, spravочник. Keyin kirim listimiz bor. Kirim avtomat. O'sha papkamizdan ma'lumotlarni olib, qo'yib beradi va unga biz xohlasak tan narxni yozishimiz mumkin. Qanday bo'ladi? Power Query orqali o'sha papkaga ulanib, papkadagi fayllarni olib, tozalab, bizga chiroyli jadval sifatida olib chiqib beradi ma'lumotlarni. Yangilasa, jadvalda обновить qilsa, o'zi обновление bo'lib, hamma ma'lumot o'tiradi. Pastki qismida qo'shimcha bo'lib boriladi. Bo'ldi, ruchnoy kiritib o'tirmaydi. Chiqim listimizda to'lovni ham, savdoni ham o'zi olib boradi. Bir nechta ustunlarimiz formula orqali ma'lumotlar tortib keladi. Bu qoldiq va detallari. Undan tashqari savdo soni, ya'ni nechta sotdi va nech puldan sotdi. Agar to'lov bo'lsa, to'lovni tanlaydi-da, hech qaysi ma'lumotni kiritmasdan faqat to'lovini kiritadi. Savdo bo'lsa, barcha kerakli ma'lumotlarni kiritib boradi. Pastga qarab ketilaveradi ma'lumotlar bazasiga o'xshab. Mahsulot qoldig'i. Mahsulot qoldig'i bu yerda ham Power Query orqali kirim bilan chiqim o'zaro bir-biri bilan birlashtirib qoldiq shakllangan. Ma'lumotlarni обновление qilsa, bu yerda makros orqali knopka ham qo'yilgan. Ma'lumotlarni обновление qilganda hamma ma'lumot kelib chiqadi. Mana qizil bo'lgan, chunki bu yerda avtomat ko'p xarajat bo'ldi demoqchi. Mana bu yerda. Bu yerda do'stib berkitilgan, agar on qilib ostatkadan ortiqcha yozmoqchi bo'lsak, bizga ogohlantirish beradi. Sen ostatkadan ortiqcha kiritmoqchi bo'lyapsan deb. Ma'lumotimiz mana xato bilan chiqib qoladi. Shuning uchun agar yangi bo'lsa, kirita olmaydi. Misol uchun mana 4 ta ostatkada qoldi, 5 ta bo'ldi. Enterni bossam bo'ldi. Atmeni qilsam 0 bo'lib qolyapti. Bu avval kiritilgan edi. Tovarning nomini o'zgartirdim. Shunaqa bo'lib qoldi. Lekin yangi kiritmoqchi bo'lsa, ruxsat yo'q. Xo'p, mahsulot qoldig'i обновление qilsa, ma'lumot sразу yangilanadi. Qolmaganini ko'rsatyapti. Bu yerda qaysidir bir ma'lumotni saralashi mumkin. Konkret qaysidir ma'lumot mahsulotdan qancha qolganini sразу bilib olsa bo'ladi. Klient bilan sverka. Kerakli qism deyildi. Bu yerda bunaqa podxod qilindi. Ya'ni davr boshi, davr oxiri tanlanadi va klientni o'zi tanlanadi. Tanlagandan keyin ma'lumot yangilanadi. Sverkani yangilashni bossak, Power Query orqali kirim-chiqimda mahsulotni savdosi bilan to'lovlarini olib kelib, bizga chiroyli tushunarli holatga keltiriladi. Agar qarzi bo'lsa, klient qarzdor deb nech pulligini chiqarib beradi. Agar klient haqdor bo'lsa, klient haqdor deb nech pulligini ham chiqarib beradi va tepada qaysi kunga nech pul qarzdor. Abdullohni tanlasak, mana to'lovlari alohida ko'zga tashlanish uchun belgilab qo'yilgan.
va hammasi avtomat Power Query orqali bo'lgan. Xarajatlarni xohlasa kiritadi. Bu qo'shimcha edi. Xarajatlar haqida hech qanaqa narsa gap so'z bo'lmagan edi, qo'shib qo'yildi. Bu SWOTni chiqarish uchun. Bu SWOT ham juda bir P&L yoki cash flow deya olmayman. Shu ma'lumotlardan kelib qaysidir bir ma'lumotni yoki bironta natijani ko'rsatishiga umid qilgan holatda bir qo'shimcha chiroyligina narsa qilindi. Bu oddiygina bir kichikroq dasturcha. Endi biznesni boshlaganlar uchun qulay deb bildim va sizlar bilan ulashgim keldi. Qanaqadir taklifinglar bo'lsa, dastur bo'yicha yoki bir kamchiligini ko'rgan bo'lsanglar, izohda yozib qoldiringlar. Biz o'sha kamchiligini yoki qo'shimchasini inobatga olishga harakat qilamiz. Vaqtinglar uchun rahmat, sog' bo'linglar. Like va podpiskani ayamanglar. Bu biz uchun benzin 92.